Assalomu alaykum. Yurtdoshlarim. Shu klinikani ochgan odamlarga ham rahmat. Shu klinikaga kelib sog'ayib ketdim bittasi o'zim. 3 kun, 4 kundayoq sog'ayish sezganimni bildim. Sog'ayganimda. Og'ir ahvolda keldim. Qattiq yo'talib, shamollab keldim. Ham nafas qisishim bor, ham yurakda ham bor, hammasi. Shularni davolagan ukalarimizga rahmat, shu yerda ishlagan xodimlarga, vrachimizga, Ulug'bekjonga, shu o'g'illarimizga rahmat, hammasiga. Yaxshi kayfiyatni, qizlarga ham rahmat. Yaxshi ma'mulada, yaxshi kayfiyatda, hamma sharoitlari yaxshi. Xonalari ham o'ziga yarasha, hamma sharoitlari yaxshi. Hammasi joy-joyida. Ma'mulalari ham, bolalarning ham, qizlarning ham. Shu ishlagan o'g'illarimga ham rahmat, qizlarga ham rahmat. Tanijonlari sog' bo'lsin, martabalari ulug' bo'lsin. Hamisha ishlarining omadini tilayman, baxtini, taxtini tilayman shularning ham. Bolalarning baxtiga omon bo'lsin. Biz ham sog'ayib ketaylik. El yurt qatori, Alloh amin. Sog' salomat bo'lib sog'ayib ketaylik. Bo'ladimi?